bugun qilinayotgan bo'lishi mumkin. Bugun kamchilik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bugun yetishmovchilik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin bilasan haqda ekanligingni. Bu kunlar nima? O'tib ketadi. Oyni 15 yoriq. Noto'g'ri mana shu gap. Noto'g'ri mana shu gap. Musulmonlar doim 15 yoriq bo'ladi. Chunki hayotida mashaqqat, qiyinchilik bo'lgan paytda ham u aslida u uchun yutuq. Yetishmovchilik bo'lyapti, rozi bo'lyapti, shukr keltiryaptimi, Alloh darajasini ko'taradi. Alloh taolo unga ne'matlarni ato qildi keyingi 15 kunda. Nima deydi? Alloh taologa hamd aytadi, yana yutuqda. Musulmonning 30 kuni yorug' bo'ladi, birodarlar. Mana shu ilm o'rgatadi bizga shu narsani. Ilm. Ilm aqllarning bog'i. Inson nima? Inson aql, nafs, jasad. Aql, nafs, jasad. Aqlning ozuqasi birodarlar ilm. Bugun qilinayotgan bo'lishi mumkin. Bugun kamchilik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bugun yetishmovchilik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin bilasan haqda ekanligingni. Bu kunlar nima? O'tib ketadi. Oyni 15 yoriq. Noto'g'ri mana shu gap. Noto'g'ri mana shu gap. Musulmonlar doim 15 yoriq bo'ladi. Chunki hayotida mashaqqat, qiyinchilik bo'lgan paytda ham u aslida u uchun yutuq. Yetishmovchilik bo'lyapti, rozi bo'lyapti, shukr keltiryaptimi, Alloh darajasini ko'taradi. Alloh taolo unga ne'matlarni ato qildi keyingi 15 kunda. Nima deydi? Alloh taolo